Bosilmadi. Birinchi xo'rozni sraz bekorchi qildik. Ha, ko'rlaring. Qo'lga o'rganmagan qo'yib qo'ydi. Bekorchisi Telegram kanalda zudlik bilan o'tinglar. Bu ikkinchi bekorchisi. Uchinchisida xudo xolasa ekan. Lekin sotilmaydi. Uni tuxumlari so'rab telefon qilishyapti. Tuxumlari yo'q. Tuxumlarini xudo xolasa o'zimiz birinchi bostiramiz. Tuxumlarini yig'ib olamiz. Nasib qilsa keyin beramiz, qizg'anmaymiz. Faqat hozir tuxum yo'q. Mana bu qo'limdagi samaligi Asad akamdan olingan 4 kilo 700 sama. Bir marta yengil bekorchi qildim. Xudo xolasa baligi xom ekan, semirib qolgan ekan, yog' bosib qolgan ekan. Yomon emas, shunda ham ko'pchilik xudo xolasa yomon emas, shunda ham hamma so'rayapti. Ko'pchilik lichkamga yozyapti, "Hoshimov, siz ham qimmat olib ketdingiz, qimmat sotgan olib ketdingiz." Kelishiga qarab narx aytiladi. Men kelishiga qarab o'rtoqlar arzon kelsa arzon berib yuboramiz. Buni Samanni olib kelgan kunimiz o'rtoqlar, to'g'risi 3 millionga menga bering, 2 millionga menga bering. 300 dollarga ham so'rashdi-da, akalar. Men aytdim, o'zimcha narx aytdim, chunki bitta saman sotdik, narxni hamma bildi. Narxini 400 dollar aytganman buni. So'rashdi, savdo qilishdi, bermadim. Nimaga o'rtoqlar? Pul ming zarli bo'lsa ham 2-3 kun kamida bir hafta boqib, halol qilib, yedirib, ichirib keyin sotaman. Chunki ilgari novvos boqqanman o'rtoqlar. Bo'ydoqlik paytdan novvos boqqanman, bolalikdan u uylangungacha, uylangandan keyin ham 3-4 yil novvos boqib yurdik. Novvos oladigan bo'lsak, sraz ustiga foydaga chiqadigan bo'lsa, hech bo'lmasa uyga olib kirib, bir hashak suv berib qo'ygan degan gap o'rgatilgan. Bir hafta 10 kun boqib, o'zimizniki qilaylik, keyin qancha foyda ko'rsak ham halol bo'ladi-da o'zimizga. Ja unaqa 400 dollar narx aytdi egasi ham, chunki intervyuda ko'rgan bo'lsalaring. Lekin o'rtoqlar buni sizlarga 400 dollarga emas, arzonganaga beraman. Haqiqiy bunaqa kommentariyada aynamasdan, aka, o'zimga bering shuni. Chiroyli muomala qiling, kerak bo'lsa 2 millionga beraman. Faqat savdo qilishni bilish kerak-da. Anaqa balkim 1,5 millionga berarman. 4 kilo 700 zakonni xo'roz. Fevralskiy bu mana. Joning sog' bo'lsin. Voy, joning sog' bo'lsin. O'ta baquvvat bu. O'zimizniki qilib oldik, boqdik, bir marta bekorchi qildik, yomon emas. Ikkinchisini ham qilib beraman. Ozgina bu yemlanyapti hozir. Oh, joningni. Joningni. Bitta moshni xudo xolasa.